joyim, molim, qo'yim deganlarga mana drabilkalarni originalini zo'rini topib berdik. Do'stlar, mana ko'rishlari mumkin. Ancha qulay qilib berishdi. Mana g'ildiraylar qo'yib, endi 2 kishi 2 yoqdan ko'tarib, qabaqa sudirash shart emas. Shunday ko'tarasiz, qattiq ishlamoqchi bo'lsangiz, o'shga borib qo'yib, bemalol ishingizni bitirsangiz bo'laveradi. Everest brendi ostida chiqayotgan drabilkalarimiz, mana ko'rishlari mumkin. Chotki qilib buni chiqarayotgan usta akamiz, Dishot akam o'zlaridan hozir to'liq ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisizlarmi? Xo'p, bu drabilkalar haqida obunachilarimizga, xalqimizga o'zingiz to'liq bir yoritib bersangiz, tafsilotini bersangiz aka. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bularimiz motorlarimiz alyumin misligi bor. Motoriga qarab, materialiga qarab narxlari o'zgaraveradi. Ho'l quruq nima chiqaraveradi xudo xolasa. So'tali maka, bug'doy, arpa hamma yo'qni chiqaradi. Donlarni 2 xil qilib chiqarib beradi, hashaylarni 3 xil qilib chiqarib beradi. Akalar ko'rishlari mumkin. Motoriga qarab, materialiga qarab narxlarimiz o'zgaraveradi. Narxlar o'zgaraveradi. Xo'p, asosan ichida zapchastlardan gapirsak aka. Ichida zapchastlari o'sha Jigulini Mahavigida qilyapmiz. Zavodskoy Jigulini Mahaviga 24 talik, 26 talik pichoq. Mana plankasi ham qalindan, butulkasi ham qalin butulkadan qilingan. Bunimiz ham lislik Mahavigimiz ham bu ham 1 sm qalinlikda, 6 mm qalinlikda. Kelasi ham hali 3lik yo 2likdan bas. 3lik, 2liklar o'shanga qarab narxlar tushaveradi. Asosiy yuragi shu bilan motori. Motor bilan shu. Va korpus xolos. Va 2 xil ko'rinishda, bu hampa ko'rinishda, bunisi pusha ko'rinishda. Narxlarida o'zgarish bo'lmaydi, motorida, materialida farq bo'ladi. Bunisida o'zgarish bo'lmaydi. Endi kimdir mana bu pushka variantini xolasa yonboshlatib chiqarib ishlataveradi xolasa tikka qilib. Endi bunda pushkali variantini shunisi yaxshiki, yoshlar nimalar chiqarsa ham bezopasniy, qo'l yetib borib qolmaydi. Buncha bezopasniyga yaxshiroq. Endi aqabaqa yetalashga ham udobniy. Aka-ukalar 3-4 xo'jalik bitta bo'lib olib ishlasa ham bo'laveradi mana. Omachi g'ildirayni qo'yib zo'r qilibsizlar. Yosh bola ham bemalol yetalab olib boradi bu joyga. Juda qulay bo'libdi. Bemalol olib borib ishlataverasiz mana. Xo'p, buni g'ildiraysiz ham turibdi. Farqi bormi narxida g'ildiraysiz 50 ming arzon bo'ladi. G'ildiraysiz 50 ming so'm. Endi 50 ming so'mdan qochmasdan g'ildirayligidan olsangiz bemalol bir kishi o'zi ishlatsa bo'laveradi. Ayol kishimi, yosh bola ham ishlataveradi. Ishlatib, yana qayta joyga olib kelib naq qo'ysa bo'laveradi. Xo'p, aka to'k past joylari, endi bilamiz bizda ko'p joylar to'klar past. Qaysi motorli tavsiya qilasiz? Alyuminli. Endi to'k pastlarda alyuminlik, yana 2 kilovat pastrog'ini olgan yaxshi. To'k pastlar transformatori o'ta uzoqlarga o'sha yaxshi. To'k balandlarga mis yaxshi. Yana kabeliga ham qoladi. Xo'jaligini kabeli ham ingichka bo'lib turib, katta kilovatni olsa, kabeli qizib, kabel erib ketishi mumkin. Motorni qizdirishi mumkin. Ko'pchi joylarda biz dastlabkiga o'zim boraman. 240 ko'rsatgan joyda bit yurgizganimizda 80-90 ga ham tushib qolgan joylar ko'rganmizda. Hali kabeli ingichka. O'sha kabelni zo'r qilib olish kerak birinchi o'rinda. O'shanda yana aytganda qilib bo'laveradi, xudo xolasa. Xo'p, aka bu bemalol katta fermalarga ham tavsiya qilaveramiz buni. Katta fermalarga bo'laveradi. Bu sekinroq, vaqt ko'proq ketadi. Unga katta 3 fazalikni aytganidaqa 1 minutda 5-6 ta press chiqaradigan qilib, shunday surganda kirib ketaveradigan, bitta press, bitta tashlaydigan qilib beraveramiz xohlaganlarga. 3 fazali ham bor sizda? Bor. Xo'p, narxlar qanaqa? Nimasi 3 fazalimi? Yo'q, umuman o'zi. Narxlarimiz 2 milliondan 3 milliongacha qilib beryapmiz. 2 fazalilar, 220 lilar, 2 milliondan 3 milliongacha. 3 fazalilarimiz 3 milliondan 15 milliongacha qilib beryapmiz. Xo'p, endi hozir ko'p internetda videolarda ko'ryapmiz. Buni ichiga silaga blok bormi, g'isht bormi, suv bormi, o't bormi, yoqib chiqarishyapti. Keling, u narsalarni yoqib chiqarmaylik. Endi buni hamma biladi, nimaga ishlatishlari kerakligini. Sirojiddin degan bola bor internetda. Nimani bo'lsa solib ko'rsatadi. Buni endi hamma odam o'zi somon chiqaradi, shunaqangi. Men ko'p o'qidim kommentariyada. Ho'l narsani chiqargan qiynalishyapti ekan. Ho'l makka poyan chiqarib ko'rsatinglar deyishyapti. Ho'lni xudo xolasa chiqaradi. Silos qilib bosib, pochcham 20 soatlik, ba'zi arendaga olish turib 50 soatlikda ham chiqarib olganlar bor-da o'tgan yili. Bitta ho'l makka poyan chiqarib ko'rsataylikmi? Mayli. Bittasini ko'rsatib, ho'lini ko'rsatib beraylik. Mana obunachilar hozir ko'rishlari mumkin. Kommentariyalarda o'qidim, ho'l makka poyani chiqarib bering deb. Chiqaring. Makka poyamiz ham ozroq qolibdi-da. Mana obunachilar ko'rishlari mumkin. Bo'ldi, o'tiravering. Qamishni ham chiqarib ko'rsataymi? Mayli, chiqaring. Qamishni ham mana.
Mana hurmatli obunachilar ko'rishlari mumkin. Bemalol qiynalmasdan chiqarib berdi. Mana ba'da ko'rishlari mumkin. Men somonni ham hozir chiqarib qo'ydik. Mayin qilib somonni ham chiqarib berdi. Necha xil nasatkasi bor Dilshod aka buni? 4 xil nasatkasi bor. 4 xil nasatkasi bor. Xo'p, dastavkalarimiz qanaqa bo'lyapti? Butun O'zbekiston bo'yicha bo'lyapti. O'zbekiston bo'yicha qo'shni respublikalarga, Bularga ham qilib beryapmiz. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston yetkazib beriladi. Yetkazib beraveramiz. Narxlarda o'zgarish bo'ladimi? Nimada? Yo'l kirasiga qo'shiladi. Yo'q, yo'l kirasiga qo'shiladi. Nima? Qo'shni nimalarga agar nimagacha chegarachiga o'tkazib, postdan o'tkazib berish bo'lsa, unga qo'shilmaydi. Aha. Sizda. Bizda endi Attala qozon, Atrabonni garelka, hoka nima bor. Aha. Endi bularni hozir yoqib ko'rsatamiz. Aha. Bu atrabotgada yonadi. Bu atrabotkali. Nargis endi hokali. Nargis hokali. Bu Attala qozonlarimiz. Bu Attala qozonlar. Mana ichlarini ko'rsating. Mana. Bu o'chog'i bilan ha shunday. Aha, o'chog'i bemalol yoqib qo'yaveradi. Yoqib qo'yaveradi. Necha pul bu? Bular 1 million. 1 million so'm. Ha, bu tagidagi o't yonadigani 4 lik lista bo'lgan. Bunisiniki ham o'shanaqamiki yo konteyner yo nimada. Ha, bu ham o'shanaqa ekan. Mana. Qalin lista bo'lgan tagi, o't yonadigan joyi bo'lgan o'sha nimada. Chorva ishqozlarga ancha qulay qilibdi, og'irlarni yengil qilib bemalol xolasalang drabilka. Xo'p, garelkalari qanchadan aka? Bu garelkalarimiz skorsiz bo'lsa 700 ming, skorlilar 1 million. 1 million. Shaharlargacha yetkazib beramiz dastavkasi ichida. Mana 1 million ichida. Ha. 700 ming dedingizmi? Ha, 700 ming 1 million. 700 ming 1 million. Motor nano skorisiga qarab, narxiga qarab. Shu narx ichida dastavkasi ham shuni ichida. Aha. Zo'r. Xo'p, soatiga qancha atrofga rasxod qiladi? Bu soatiga bu ham endi hali yoqishiga qarabda 1 litr, 1,5 litr, 2 litr, bu hali nimasiga qarabda, hali baland past yoqishiga qarab nima bo'laveradida bu ham. 1 soatda o'zi atalani tayyor qilib beradimi? Qanchada tayyor qilib beradi? Ha, 1 soat, endi bu ham yoqishiga qarab 1 soat, 2 soatda bemalol pishiradi. Pishirib beradi. Bahaybat bu nima bu? Bu donga asosan. Donga. 5 xil nasatkasi bor. 5 xil nasatkasi bor. Bu nasatkalari? Ha, va bittasi o'zida 5 xil nasatkamiz bor. Mana nasatkalarni ko'rishlaring mumkin. Nimaga mo'ljallangan endi bu nasatkalar? Bu maka, so'tali maka, bug'doy, arpa, tariq hamma yo'lda chiqaraveradi. Chiqaraveradi. Bu chiqarganda ham bu ventilyator bo'lib, xohlagan joyga olib borib tushirib, nima qilsa bo'laveradi bunda. Ha, ba'dan soptirilaveradi, ba'dan. Ba'da tushib, xolasa qopga moslab olsa bo'ladi, xohlagan nimasini qilib olsa bo'laveradi. Ko'rsating ana. Makkani ana un holatiga keltirib bering. Eng mayini shu, ha? Ha, mana shu. O'zi mana o'shayni mana ichidagi shakari ham yo'q. Bemalol sepib bersa bo'laveradi mollarga. Mol qo'yga bersa Endi bo'ladi. biznes qilaman deganlar ham nima qilsa bo'laveradi. Bularimiz 22 kilovatli motor. Mis motor o'ralmagan. Mana o'zi mana shu Kallasa bu, ha? Miyasi. Bu nimasini ichida mana pskatili bor, 5G'si bor, avtomati bor. Mana yonida 5G hali kuch kelganda tashab qo'yadigan nimasi. Ha, tashavoradi. Ha, bu apskatilni knopkalari bor, tuk nimasi bo'lsa, o'sha nima qilib qo'yadi. Nesul aka endi shu komplekt turishi. Shu komplekt 15 million deyapmiz, dastavkasi ichida. 15 million dastavkasi ichida. O'zbekiston Luboy nuqtasiga yorib o'zlaring o'rnatib. Yo'q, biz o'zimiz o'rnatib bera olmaymiz. Bu yerdan chiqarib yuboramiz, pulni tashab bersa. Bo'lmasa xohlasa kelsa, bu yerda ko'rsatib beramiz. Nimaga desangiz, biz aqa-baqa borsak, ishda qolib ketamiz. 15 million karta to'lov qilib bersalaring, yo'qsa kelib mana shu olib ketsalaring bo'laveradi. Ish qilaydigan akalar mana ko'rishlaring mumkin. Mana hammasini o'zlaring ko'rdilaring, batafsil ma'lumotlar berildi. Yana o'zlaring qiziqtirgan savollaring bo'lsa, pastda Dilshod akam nomerlarini qoldiryapman. Shunaqangi drabilkalar zarur bo'ladimi? Shunaqangi garelkalarmi yo unaqa atala qozonlar zarur bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dilshod akam nomerlarini pastda qoldirdik. Qo'shni respublikalarga ham dastavkalar bor. Bemalol aloqaga chiqib ishlarini bitiraverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like bosib, kommentariy yozish esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib kuzatinglar.